Farg'ona viloyati Quva tumanidan keldim. Qayda Rahimga mas'ul etishim. Ayog'im og'rib shikoyati bilan keldim. Kelganimda ayog'im og'ridi, oqsoqlanib kelib yurardi. Suvoy yemirishi tashxis qo'yildi. Hozirda ancha o'zgarishlar bor. 90%ga 80%ga ancha o'zgarishlar bor. Hozir harakatingizda oqsash bormi? Mana chap o'ng oyog'ingizda oqsaqlayib turadingiz, a? Oqsashlash. Oqsashlar hozir 5-10% xolos. Uje yurishingiz tekkizlandi. Harakatingiz o'tirib turganda, yurganda uje og'riqlar, nimalar pasaydi. shu 5-10% ga qoldi xolos. Oyog'imda ancha nima bo'ldi, yengillar. Dalshi terapiyamiz endi постоянный bo'ladi, ichib yurib turasiz. И nazoratda bo'lasiz.